Siz uchun ideal qaynona qanaqa qaynona? Inson so'zini o'zi xato qilguvchi degani. Insonni ideali bo'lmasa ekan, qaynonani qanaqa qilib ideali bo'ladi? Men uchun yaxshi qaynona qanaqa deb so'rasanglar, keliniga tili bilan, zulm bilan ozor bermaydigan, o'g'li bilan kelinining munosabatlariga aralashmaydigan qaynonani o'zi men uchun yaxshi qaynona. Hozir menga yoshadi, voy sen oldin qaynona bo'lib ko'rgan, u yoq bu yoq deb. Men qaynona bo'lsam ham meni fitratim o'zgarmaydi. Menga yoqmayotgani uchun o'g'limni xotinidan ajrashtirib yormayman. Shaltoq bo'lsa ham o'g'lim o'shan bilan baxtli bo'layotgan bo'lsa, pожалуйста, alohida chiqib ketsin, bolam yashayversin. Nima qilaman? Men kelinimni o'g'lim bilan baxtliligini ko'ra olmasdan mana shunaqa qiluvlar qilib, yo'q mana deysan, yo'q xotiningni deysan, oq qilaman, ko'k qilaman deb o'g'limni tupoy situatsiyani ichiga tiqmayman. Qizim tengi qiz bilan olishib, qarigan chog'imda unaqa sharmanda bo'lishlardan Alloh asrasin.